Kızık peki? Чмо. Как поставлю? Hayır var, hayır. Sen de бар емес пе тұрсың оны? Бұндай ойын бар емес пе? Бұл интернетке қосылмаса ойналмайды бірақ. Интернетке қоспасаң ойналмайды деймін.
Bak takın. Şimdi tatlı sayılmaz kara. Canlılar değil mi? Canlılar. Tamam. Resmi kalır neydi? Canım yemeğin getiriyorsun. Tamam. Ya. Antın yok doğdu, antın zaten yok mu? Ularning barcha savollariga esa Aqlboy albatta javob beradi.
ota-onalarning talab va istaklarini inobatga olgan holda Aqlboy mashg'ulotlarini namoyish etish vaqti o'zgartirilganini ma'lum qilamiz. Endi bolajonlar Aqlboy dasturi shanbadan jumaga qadar o'zbek tilida soat 9:00 da, rus tilida esa soat 17:00 da tomosha. Mashg'ulotlar 6 yoshli bolalarni boshlang'ich ta'limga tayyorlash ilm yo'li dasturi asosida ishlab chiqilgan. Birinchi sinfga Aqlboy bilan tayyorlangan. Tamam. Ha? Ya. Böyle uzatsın lan. Bunlar ne biteceğiz mi? Bunlar bitip, ne kadar uzatsın, ne kadar bitip, bitsin. Zaten bitti bir kadar bitarsan şu. Bu işte. Tövbe uzatma. Ne bitirdiniz mi? Bir kadar ne yapsan oradan da var.
Kiyosda. Unga bir qara, hali o'zing gap haqida. Bo'pti, ishlang. Rahmat bering. Rahmat. Faqat biznes bo'yicha gapirayapman, shunday. Rejam beri ishlayotgandim va nihoyat uchrashishga rozi bo'ldim. Otangiz baxtli odam. Nimasini aytasan? Mayli, ko'rishguncha. Bo'pti, ha. Sen qaraychi. Obbo, bugun tinch qo'yasizlarmi yoningizdan? Salom. Salom, seni nima Sendan qachon ko'rishibman? Bas, yosalaqami? Yo'q. Qaytaraman. Nega seni olib o'tiribdi hayronman. Bo'pti, qancha kerak? 800. Miyamni tushunmayman, jiyni. Menga miqdorini ayt. 800. Yaxshi. Bilasan nima? O'sha ablah meni aldadi. Bugungi ziyofatga santa kerak. Sanga borsin. Ha? Qo'ysang. Uddalaysan, Boshqa birovga topsa. Uyga borsin. bo'pti.